Hozir ishlatishibdi bitta suvni. Ha, suvni ishlatishibdi bitta. Ana ochib qo'ying suvdan uni. Yo'q, shart emas. Hozir tashqarida 32-33 gradus haroratda issiq. Bu yoqda quyosh suv isitgichimizda tomdagi bakdagi suvda harorat 76 gradus. Bitta hozir ishlatishibdi. Hamma cho'milib, yuvinib, ertamatdan hozir bo'layotgan ish. O'shanga mana 76 gradus turibdi. Bunda suv deyarli uzilmaydi. Shu 75, 80 boringga ishlatmasa, obeddan keyingi kunning teng yarmida 100 dan oshib ketish ehtimoli katta bunda. 100 litr ketdi. Har doim qaynoq suv bo'ladi bunda. Qaynoq suvi ehtiyojingiz umuman qolmaydi. To'g'rimi Ahmad aka? Shuncha vaqtdan beri hali suvga qiynalganingiz yo'q, siz suvga. Bir xilda. Ana idish tovoq boshqa yuvgani kuxnyaga, hammomga, tualetga hammasiga yetib ortyapti hammaga. Ortyapti hammasiga. Zo'r mana. Ha, bu yerda hozir sizni eng tejagan joyingiz shu 76 darajaga, 76 gradusga chiqqanda umuman elektr energiya ishlatmaysiz-da. Shu o'zi quyosh Xudo bergan, aytganda Xudo bergan quyoshda isitib beradi. O'sha kunduz kunga isitib qo'yganman-ku. Kunduzgi Kechqurun ham svet kerak emas. Sovmaydi bu, turaveradi. 200 litr, 200 litr. Katta narsa. 200 litrda sovuq suv bilan aralashtirsangiz 600 litr sovuq suv, iliq suv bo'ladi, cho'miladigan 600 litr bo'ladi. Foydalanadigan suv 600 litr hajmga ega bo'ladi. Katta narsa bu. Bo'lmasa-chi. Mana endi hozir shuni o'rniga gaz ishlataman desa, bilasizmi necha kubanda gaz ketadi? Energiya ishlataman siz qancha falon pul ketadi bu. O'tin yoqaman desangiz 1 tonna ko'mir ketadi. Bir kunda kamida 200 litrni qizdirishni bir kunda kamida 100 ming so'mlik elektr energiya yoqasiz. 100 ming so'mlik. Men shuning uchun ham birinchi navbatda eshitib qolganimdan keyin sizdan aytdim-ku. Xotirali menga shuni ikkita o'g'limga mana ikkita oilaga tinch, hech qanaqa problema bo'lgan yo'q. Suvda muammo yo'q. Suv ham, svetdan ham, boshqadan ham hech problema yo'q. Ana konditsionerlar kerak bo'lsa qo'yinglar dedim. Tekinga ishlaydi endi bugun. Tekinga ishlaydi dedim. Lekin dedim o'sha haligini ekonom qilishni bilgin dedim. Gradusi bor. O'sha haroratga qo'ysa 24-25 ta turadi. Klimat kontrol deyshadi. O'sha xona haroratini ushlab turadigan. Bo'lmasa kasal bo'lasiz. To'g'ri. Mana shu narsalar. Zo'r ma'lumotlar mana o'zimiz samimiy suhbat bo'ldi. Bu Mahmad akamdan o'zlari bilmagan holda suhbat oldik. Bularni